May kuni. Doniyor aka bugun iyun u. 1-iyun. Biz Makkajo'xor bilan bo'lib qopmiz. Bu yoqda yonimizda Doniyor akam pomidorlari pishib qolgan shekilli. Doniyor aka pishibdimi pomidorlar? Ha, pishibdi pomidor. Oldi. Oldi qizarishni boshlabdi. Assalomu alaykum, hormang. Alaykum assalom, salomat bo'ling. Bugun necha sanani aytib oling muxlislarimiz. Bugun 1-may kuni. Doniyor aka bugun iyun u. 1-iyun. 1-iyun 2026-yil Surxondaryoning Uzun tumanidagi dala maydonidamiz. Doniyor akam bilan YouTube kanalimizga rosa videolar qo'yganmiz. Doniyor akam YouTube'da mashhur, lekin Instagramdagi obunachilarimiz, muxlislarimiz sizni yaxshi bilmaydi. Endi necha yillik tajribaga egasiz pomidor bo'yicha? Necha yildan beri ekasiz? 30 yilga borib qoldi. O'zi necha kirgansiz? 30 yil bo'lsa tajriba. 50 ga kirib qoldi. Ha, bo'ldi. Bo'lmasa to'g'ri 20 yoshda ekkan bo'lsangiz. Xo'p, ko'pchilik birinchi so'raydigan narsa mana bu gibrid nomi nima? Pomidorda. Turkiyani Bursa tuxumdi 986 navlik pomidor. Hamma ko'rsatib o'rasizmi? 986 gibridi. Qadrli do'stlar, bu pomidorda Doniyor aka 10 yil bo'lib qoldimi? 10 yildan oshdimi yo? Bunga 6 yil bo'ldi ekishni boshlaganimiz. 6 yil. Ha, shu karantin paytida men ekishni boshladim-da. Yo, biz undan oldin Ulug'bek bilan ekdik-ku. 10 yil bo'lmabdi, qadrli muxlislar. Uzun tumaniga yaxshi tushgan pomidor duragaylardan bittasi. 1-iyunda aytib o'tdik, pishdi pomidorlarimiz. Qachon ekilgan? Aprelda 6-sida boshladim boshini. Necha sotix maydonimiz? 25 sot. Hozir oldi, endi qachon terasiz, xudo xolasa, hosil ko'rsataylik. Endi ertaga tersam kerak, ertalab Boshini. boshini teramiz. Narx qanaqa Doniyor aka? Narxni aytaverasizmi? Narx shu 10 ming, 8 ming bo'lyapti. Yo, bozor 10 ming. Ha, shuni olishi sizdan olishi necha pul? 7 ming olyapti hozir. Ha, shuni ayting. Dehqon hozir muxlislarimiz ko'rib, 10 ming bozordan olyapmiz demasin, oluvdorlar ham bor-ku. Mana bu kilankiz ko'pchilikka qiziqda, yerga qilingan kilanka. Shu haqida ozgina qisqacha ma'lumot beravering. Bu kilenkani afzallik tomoni sovuqda ham, yer sovuganda ham isitib berar ekan, sal tezlatar ekan falakni. Hosil sal ertaroq pishadimi, Doniyor aka? Hosil ertaroq pishadi. Pashti 90% katta bo'ladi. Ochiqdikiga qaraganda. Kilenkani foydasi ko'p ekan. O'tni ushlaydi, chiqarmaydi. Qadrli muxlislar, pomidor agrotexnikasi haqida ma'lumot bersak, sizlarga qanchalik qiziq? Agar to'liq juda qiziqsalaringiz, qiziq etsalaringiz mobodoga YouTube kanalimizga o'tib ko'rasizlar. Doniyor aka bilan ikkita qismida, 3ta qismida Doniyor aka siz bilan suhbatimiz. Ikkita qism. Ikkita qism adashmasam YouTube kanalimizda 2-3 yil oldin, kamida 2-3 yil bo'ldi, to'liq ma'lumot qo'yilgan. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, like bosib, izohlarda yozib qo'yasizlar. Xudo xolasa Doniyor aka bilan biz Uzun tumanidagi dala maydonimizda suhbatlarni davom ettirib, sizlarda yozgan savollaringizga to'liqroq, batafsilroq javob berishga harakat qilamiz. Rahmat, salomat bo'linglar e'tiborlaringiz uchun.